desak ham bo'ladi. 99-raqamdagi Arielsen maydonni tark etgan, hujumda o'ynayotgan futbolchi. Qo'l yo'qmi? Bor ekan va sariq ham bor. 4 himoyachiga o'tadi endi jamoa. Endi ko'proq hujum tashkil etishga harakat qilib ko'radi. Qo'l bilan tortib qolgan edi. Harkas. Odam degandek gapdi. Harkas. Kishi degan ma'noda. Qidiring. Aha. Harkas deyapti, istalgan odam degandek gapdi. Cristiano mana shu nuqtadan zarba bermoqchi. Real Madrid tarkibida APLmidi yoki qaysidir bir Kipr jamoasimidi, shunga o'xshash jamoaga qarshi o'yinda gol kiritgan yodimda. Chempionlar Ligasida zarba va gol! Cristiano baribir bugun gol kiritdi. Jarima to'pidan kiritdi. Ana uni nishonlashini qarang uni. Uzoq kutilgan gol Ronaldodan. Hilolga gol kirita olmadi, ammo so'nggi o'yinga olib qo'ygan ekan. O'tkir burchak va mana shu tarixa nishonlayapti, xuddi arablarga xos. 972-golni uryapti Cristiano. To'g'risi bugungi kubok uchun, chempionlik uchun kurash olib borayotganiga mingtalik ham esdan chiqib ketdi. Va bugun Ronaldoning ko'zidagi hozirgi olovini ko'rdingizmi? Albatta boshqachasi bo'lishi mumkin emasdi. Hilolga qarshi o'yinda ham aslida o'sha olov bilan harakat qildi-yu, ammo gol kiritishni uddalay olgani yo'q edi. Mana qaytadan ko'ring. Ajoyib gol, to'p maydonga sapchigani yanada murakkablashdi vaziyatni. Darvozabon uchun bilmadim, bu yerda darvozabon to'pni ko'rdimi yoki yo'q. Mana bu himoyachi ham lekin to'pni qaytara oladigan holatda ekan, shunchaki bosim evaziga muvozanatni yo'qotib qo'ygan. Qarang. Sekundlarda hal bo'lib ketadi, baribir bunaqa vaziyatlar. Juda kuchli zarba edi, bilmadim. Qiyin vaziyatda to'pni qaytarish, anglab olish, yonidan o'tayotganini his qilish. Va mana oilasini ham namoyish etishmoqda. Ular ham